uni tushunadigan bo'lib qoldi. Men ko'p joyda aytaman. Chechenlar nechta desam ko'pchilik ha bir 70-80 million bo'lsa kerak deydi. Chechenistonda 1 million chechen bor. 1 million chechen bor. Chechen desa qo'rqib qoladi Rossiyada, o'zingiz ko'rib yuribsiz. O'ris ham qo'rqadi, boshqa mamlakatda. Chechen deganda o'sha yovqir yigitlarni tushunadi-da, o'zbek deganda igni qisilgan, qo'rqoq odamlarni tushunadigan bo'lib qoldi. Men o'zim Moskvada ko'rib ichim achiganda 70-80 ta odam tursa, bitta formali odam kelsa, u ichki ishlar bo'lish shart emas, bir o't o'chiruvchi bo'lsa ham-da, endi bojxonachi bo'lsa ham formalikni ko'rsa 80 kishining orqasiga o'tib ketib, bunday qilib turadi-da o'zbek. Nimaga? Jaloliddin edi-ku, mendirman edi-ku. Nimaga menman deya olmay qoldi o'zbek? Mana shu 30 yillik iskanja odamlarni qo'rqoq qilib qo'ydi. 30 yildagi o'sha yuraklarimizga kirgan qo'rquv yurakda tomir otdi. Biz tommanada men ham qo'rqaman. Hamma qo'rqadigan bo'lib qoldi. 3 kishi gaplashsa, uchinchisidan shubhalanadigan bo'lib qoldik. Chunki shunday bo'lib qoldi. Hamma bir-birini sotadigan bo'ldi. Birlashmaydigan. Ha, birlashmaydigan. Bu meni juda katta dardim. O'zbek birlashmaydi. Qarang, o'sha Moskvada yurgan ikkita chechenga teginib ko'ring. Yoki boshqa millatga teginib ko'ring, gruzinga teginib ko'ring. Hatto tojiklarga ham-ki. Tojiklar ham bizdan ko'ra birdamroq. Bitta o'zbekni o'rislar yoki boshqalar qiymalasa, qolgan nima ishni qiladi? Qiymalab bo'ldimikin, meni qiymalamasmikin deb turadi. "Ho, nima qilyapsan? Ho, meni vatandoshimni, millatdoshimni nima qilyapsan?" demaydi-da. Chunki 30 yil davomida mana shunaqa qo'rquv yuraklarga singdirildi. Qo'rquv saltanati bo'ldi O'zbekiston. Mana Xudoga shukr, endi dunyoga chiqyapmiz. Hamma yoq yaxshi bo'lyapti, asta-asta. Birdaniga endi 30 yilda bu ahvolga kelmasa, yana bir 30 yil kerak bo'ladi-da. Mendirman o'sha deyishimizga yana 30 yil kerak bo'ladi-da. Ya'ni qo'rqoqlikdan voz kechmaslik qiyin bo'lsa kerak. Endi o'tish davri deb ko'p aytadi-yu. O'tish davri nima degani? Davr o'tmaydi, biz o'tib ketishimiz kerak-da. O'sha qo'rqoq avlod, o'sha qo'rqoqlikni qo'rqib devorda ham qulog'i bor deb qo'rqib yurgan mana shu bizda avlodimiz o'tib ketish kerak. Mana shuni ko'rmagan avlod katta bo'lsa yaxshi bo'ladi.